Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayı 5 fevral G'ulji inqilobining 27 yilligi munosabati bilan axborot e'lon qilib, har qaysi ellardagi tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 5 fevral G'ulji inqilobining 27 yilligi munosabati bilan turli shakllik xotirlash faoliyatlarini o'tkazish orqali G'ulji shahidlarini yod etishga va bu fursatdan foydalanib Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta rəhimsizlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga qarshi keng ko'lamli norozilik harakati qo'zg'ashga chaqirdi. Qurultayning axborotida mundaq deyilgan: Aziz qarindoshlar, vatanimiz Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi zo'r siyosiy hodisalarning biri hisoblangan va 1997 yil yuz bergan 5 fevral G'ulji inqilobining 27 yillik xotir kuni kelish oldida turmoqda. Bu munosabat bilan biz 5 fevral inqilobi jarayonida millatimizning hurligi, erkinligi va ozodlik uchun aziz jonlarini pido qilgan qahramon shahidlarimizga va g'ozilarimizga cho'nqur hurmatimizni va cheksiz seg'inishimizni bildiramiz. Bugun Uyg'urlar masalasining xalqaro zo'r bir masalaga aylanishi ana shu vatan ichidagi qaysar xalqimizning to'lgan ig'ir badallarining, hayoti badliga ilib borgan tinimsiz kurashlarining, zulmga va o'limga tiz bukmaydigan shalliq ro'yining bevosita mas'uli va natijasidan iborat. Shuning uchunmi millatimizning hurligi, erkinligi va ozodlik uchun aziz jonlarini pido qilgan qahramon avlodlarimizni qalbimizda abadiyan yashintish, ularning kurashchan irodasi va milliy ro'yiga varislik qilish bo'lsa, muhojirat yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarning milliy va vijdoniy burchidan iborat. Aziz qarindoshlar, ayni chog'da qaysar G'ulji xalqi 0 dan tuvan 30 graduslik qahrdan sovuqqa va mustabid Xitoy hokimiyatining miltiq zambiraklariga pisand qilmay, mardonlarcha ko'kirkini kerib maydonlarga to'kilib, o'zlarining erkinlik va hurligi bo'lgan tashnoligini va o'zlariga bitmas tugamas baloy ofatlarni ilib kelgan tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziliklarni namoyon qilishgan edi. Shunga biz muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonliklar vatan ichidagi botir azmatlarimizning qahramonlik jasoratidan ulgilib, ezilayotgan va qirilayotgan xalqimizning dod-faryodlarini dunyo jamoatchiligiga anglatish uchun texmi zo'r fidokorlik ko'rsatishimiz lozim. Bütün aziz şehitlerimizden yatkan yeri cennette bolsun. Dünya Uğur Qurultayının reisi Dolqun Aysa, Qurultayının Xalqaro ishlar direktori va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining reisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislarni tarkib topgan hay'at 24 va 25 yanvar kunlari Parijda bir qator muhim uchrashuv va faoliyatlarda bo'ldi. 24 yanvar kuni Dolqun Aysa apandi Fransiya 24 televiziya kanalining naq maydon ziyoratini va Express gazetining ziyoratlarini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilgan edi. Dolqun Aysa boshchiligidagi hay'at 25 yanvar kuni Fransiyadagi davlatli kishilik huquq organining prezidenti Jean-Marie Bourguiba va BDTning alayda mutaxassisi Michel Forest qatorliqlar bilan ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi to'g'riliq suhbatlar olib bordi. Shu kuni ular yana Parij shaharlik hukumatining rahbarlari bilan uchrashib, Parijda o'tkaziladigan 2024 yillik olimpik musobaqasidan foydalanib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini Fransiyada kun tartibga keltirishning yo'llari ustida suhbatlar olib bordi. 25 yanvardagi ahamiyatli yana bir faoliyat Parij universitetida o'tkazilgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilish va jazo lagerlari to'g'riliq guvohlik berish yig'ini bo'ldi. Bu yig'inda fransuz tilida nashrdan chiqqan Dolqun Aysaning Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobi tanishtirildi. Jazo lagerlari shohidlaridan Fransiyada yashaydigan Gulbahor Xotivaji va Gulbahor Jelilovalar Xitoyning jinoiy qilmishlari to'g'riliq guvohliklar berdi. Jazo lager shohidi Gulbahor Xotivaji xonim Parij universitetidagi guvohlik haqida stansimiz qilgan so'zida Uyg'urlarning hozirgi vaziyati, jazo lagerlari masalasi hamda majburiy emgak masalalari tafsiliy tanishtirilgan nihoyat ahamiyatli bir faoliyat o'tkazilganligini tilga oldi. Jazo lager shohidi Gulbahor Jelilova xonim bu vaqtda o'z ta'sirotlarini ifoda qilib, Parij universitetidagi bu faoliyatda Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchilik masalasining atrofli anglitilganligini, nihoyat ko'p sondagi universitet o'quvchilarining bu faoliyatga ishtirok qilganligini bayon qildi. 25 yanvar kuni Dolqun Aysa apandim yana butkul Yevropada tarqatilgan ART televiziya kanalining naq maydon ziyoratini qabul qilib, 45 minutlik bu film orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida nihoyat tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. 26 yanvar kuni Irlandiyaning poytaxti Dublinda butun Irlandiyada yashayotgan Uyg'ur jamoatiga vakillik qildigan Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining rasmiy qurilganligi e'lon qilindi. Mazkur tashkilotning qurilish murosimiga Fransiyadagi faoliyatlarni muvaffaqiyatli oxirlashtirib Dublinga yetib kelgan Dünya Uğur Qurultayının reisi Dolqun Aysa,
Qurultayning Xalqaro ishlar direktori va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun, Qurultay uchur tashviqot markazining muavin mudiri va Do'q televiziyasining direktori Iftixor Abdirshid, Amerikadan bo'lsa Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislardan tarkib topgan hay'at bevosita qatnashib, Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining qurilganligini tabriklashdi. Uningdan boshqa yana Irlandiya parlamentining bir qism a'zolari va Irlandiyadagi kishilik huquq tashkilotlarining vakillari mazkur tashkilotning qurilish marosimiga ishtirok qilib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan bevosita qo'llashni ifoda qilishdi. Buning bilan Irlandiya G'arbiy Yevropa davlatlarida qonunli holda Uyg'ur tashkiloti qurilgan 11-davlat bo'lib qoldi. 1990-yili vatanda kundan-kunga kuchayib berayotgan Xitoy zulmini tashqi dunyoga tashkiliy ravishda anglitishning zarurligini his qilgan milliy ustozlarimizdan Erkin Alptekin boshchiligidagi Germaniya Uyg'ur jamoati Germaniyaning München shahrida Yevropadagi tunji Uyg'ur tashkiloti bo'lgan Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotini qurib chiqqan edi. Navbatda G'arbiy Yevropa davlatlarida taxminan 15 mingdan ortiq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz yashamoqda va ilgari keyin bo'lib Germaniya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya, Shvetsariya, Fransiya, Belgiya va Avstriya qatorliq davlatlarda qonunli holda Uyg'ur tashkilotlar qurilib, Uyg'ur davosining Yevropadagi ta'sirini oshirishda turkilik muhim rol o'ynab kelmoqda. Irlandiya bo'lsa, hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilgan 11 davlatning biri. 26 yanvar kuni Dublinda o'tkazilgan Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining qurilish marosimida stansimizning ziyoratini qabul qilgan mazkur tashkilotning tunji raisi Jaloliddin Yusupov apandim Irlandiyada yashayotgan Uyg'urlarning ahvoli haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Xo'sh, Jaloliddin apandim, oldi bilan sizningki Irlandiyada tunji qitim qurilgan Uyg'ur bir tashkilotningki rais bo'lib saylanganligingizni chin qalbimizdan tabriklash bilan birga bu Irlandiyadagi Uyg'urlar haqida, masalan, Uyg'urlar qachon kelgan, tunji Uyg'urlar, bu jarayonda hozir kelib chiqqan oraliqda Uyg'urlarniki qisqacha tarix haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammalarga. Shu bizning tarixiy Irlandiyada birinchi Uyg'urlar 2001-yilda kelgan. Shu vaqtlarda 20 semiyada kelib, biz bu yerda yashab bir-birini to'la bilmay, undan keyin 2001-dan 2002-yilgacha bir-birini topdik. Dublin shahrida yo'g'on ko'pdan bu yerda yashayotdi. Birisini tepib, undan keyin 22-yilda qurilishdi. Uyg'ur jamiyatini men jigit bir şey bo'lib qoldim. Shu vaqtlardan tortib biz bilamiz, hozir hammamiz biz o'zamlarni, to'ylarni, o'yinishlarni yig'ilib, undan keyin xabarlarni eshitib, bir-biriga yordam berib, ashaq ishlarni qildik. Bolalarni o'rgandik, bir-birini yo'llarni kustib, ana maktablarga bordik, ingliz tilini o'rgandik. Shu ashaq 2002-yildan keyin hozirgacha, shu vaqtgacha Xudoyim buyursa hammalar chin bo'lib qoldik. Ko'paydik. Biz hozirmiz kam desak 200 odamdek bor. Amerika Avam Palatasining Xitoy strategik raqobat alayida komitetining ishki mas'uli Xitoyning eng chong gen tadqiqot o'rni BGI-ni o'z ichiga olgan Xitoy biotexnik shirkatlarining Amerikada savdo qilishini cheklash qonun loyihasini sungan. BGI shirkati Uyg'urlarning gen uchurlarini to'plab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga yordamlash bilan ayblanib kelgan edi. Shu sababdan Amerika savdo ministrligi BGI-ning ba'zi tarmoq shirkatlarini qora tizimga kirgizgan edi. Ma'lum bo'lishicha, BGI Uyg'urlarning gen uchurlarini to'plash bilan ayblanib qolmagan. Bu Xitoy shirkati yana Amerika istixborot amaldorlari tarafidan Amerika gen uchurlarini to'plash, yig'ilgan uchurlarni ma'lum topni nishon qilgan biologiyalik qurollarni ishlab chiqarishda ishlatish mumkinchiligi bilan ogohlantirilgan edi. Amerika Avam Palatasi Xitoy strategik raqobat alayida komitetining 25 yanvar e'lon qilgan bayonotida Beijing gen institutiga o'xshash shirkatlar Xitoy kompartiyasi bilan zich hamkorlashib, chet el gen sonliq ma'lumotlarni qonunsiz to'plamoqda. Bu Uyg'ur xalqiga o'xshash Xitoyda ziyonkashlikka uchrash mumkinligi zo'r bo'lgan oz sonliq millatlarning genlarini tekshirib, tadqiq qilishni o'z ichiga oladi deyilgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.